moy qo'shdi, hozir qo'shamiz filtr. Mana 33 million 100 ming so'm pul bo'ldi. Yo'q, shuncha pul bo'lib ketadimi? To'g'ri hisobladingizmi? To'g'ri hisobladik hammasini. Aytdim sizga aka. Nima bo'ldi o'zi aka? Voy Furqat! Furqat, yaxshimisan, charchayapsan? Nega 30-35 hay deyapsan? O'lchab ko'ryapman. Chuqurroq hayda, erta bahorda o't chiqib ketadi. Yana yuramanmi orqangdan? Yer loyda ko'tarmayapti aka, balolarni buksavat qilib qolyapti. Tем более korobkani moyi ham pishyapti. Hozir sayt tepganlarga 50 haydasam, biron joyga biron narsa bo'lsa-chi? Darrov bir narsa aytsam, moy yetib kelgan. Moyga qayerdan pul topaman? Hayda, men texnikamman. Buzilsa men javob beraman. Hayda o'lmaysanmi? Men texnikam bo'lsa, nega xo'jayinlik qilasan? Hayda, bilmayman. 50 santimetr hozirgi loy sharoitida juda og'ir. Haydaysan, ishing bo'lmasin. Men javob beraman, hayda. O'zim bilaman. Men texnikam-ku bu, Mana bu yerda dalani loyligini bilmaydi-da, dalaga kelib olib hammasi baqir-chaqir qiladi. Menga nima 50 bo'lsa 50 haydab beraman. Buzilsa o'zini texnikasi, men texnikamman. Buzilsa men javob beraman. Hayda o'lmaysanmi? Men texnikam bu. Nega xo'jayinlik qilasan? Bekor gapingga quloq solmagan ekanman Furqat.